tez va oson tayyor bo'ladigan noodatiy pankek tayyorlaymiz. Idishimizga tuxum chaqamiz. Venchik yordamida aralashtiramiz. Ketidan shakar solamiz. O'simlik yog'i solamiz. Aralashtiramiz. Kefir yoki qatiq solamiz. Men qatiq soldim. Ketidan un solamiz. Razrixitel, soda, tuzni aralashtirib solamiz. Aralashtiramiz. Tavaga massamizni solib, shunaqa ko'rinishda pishiramiz. Sirlarni terib chiqamiz. Qopqog'ini yopamiz. 1 minutdan keyin ochib, orqasini o'giramiz. Mana shunaqa ponchik bo'lib pishib chiqadi. Bu pankekni bitta qilib ko'rganingizdan keyin qayta qilishga o'rgatib qo'yadi. Ertalabki nonushtaga tayyorlab, oila a'zolaringizdan duo olasiz. Issiqligida bo'lganimizda sirlari shunaqa cho'zilib turadi. Tvorog yong'oqlar bilan shunaqa padacha qilamiz.